Aziz do'stlar, Li 6 avtomobildaman. Li Avtoning O'zbekistondagi rasmiy dileri bo'lgan Control Auto tomonidan mana Test Drive avtomobildaman. Li 6 Pro eng maksimal komplektatsiyasi va eng yangilangan versiyasi. Demak, bu avtomobilda lidar tizimi bor. Lidar degan bir moslama bor. Yevropa avtomobillari asosan radar ishlatishadi. Xitoy avtomobillari hozirgi kunda asosan lidarni ishlatishadi. Bu nima degan bo'lsak, bu lidar moslamasi o'sha haydovchi uchun yordamchi tizimlarda avtomobilga yordam beradi. Adaptive cruise control, Distronic degan bir moslamalar aynan shu lidar o'zida bo'ladi. Radar radio to'lqin yordamida ishlasa, lidar lazer yordamida mana avtomobil atrofidagi bo'layotgan holatlarni uchida ko'rinishida radarga nisbatan ancha tiniqroq qilib chiqarib beradi. Buni qarang, hattoki odamlarni ham ko'rsatib turibdi. Undan tashqari yana bir mukammalligi buni oldida ketayotgan avtomobil stop chirog'i yonsa ham mana shu darajada ko'rsatib bermoqda. Buni qarang. Va yo'lni qanaqa nima deydi, qaysi yo'nalishga qarab ketayotgani. Hozir mana ikkita yo'l bir-biriga ulanadigan joyda ham uni ham ko'rsatib bermoqda va oldidagi yon tarafdagi avtomobillar bilan oraliq masofani ham santimetrgacha ko'rsatadi. Hozir mana buni guvohi bo'lasiz. Mana shu avtomobilga yaqinlashganimizda hozir o'zi ko'rsatib beradi. Mana necha santimetr qolganigacha hozir yuryapmiz, to'xtab qolganimizda aynan sekinlashganimizda ko'rsatadi. Juda ham zo'r. Buni qarang, hamma butun atrofdagi bo'layotgan holatlarni mana shu uchida ko'rinishida li tizimi lidar bilan birgalashib ishlab, ya'ni lidar ma'lumot jo'natadi va multimedia tizimi buni mana shu uchida ko'rinishida monitorga tasvirlab beradi. Buni qarang, ajoyibligini. Undan tashqari, hozir mana qarang, 98 sm oraliq masofani santimetrda ko'rsatib bermoqda. Atrofda odamlar yurganigacha ko'rsatib beryapti. Endi undan tashqari li avtomobillarda, boshqa avtomobillarda ham bordir. Aynan Li'da men ishlatib ko'rdim. Demak, harakatlanish davomida adaptive cruise control avtopilot ishlaganda harakatlanish yo'liga, ya'ni polasadan polasaga o'tishda ham yon taraf chirog'ini yoqqanimizda avtomat tarzda u yo'nalishni o'zgartiradi. Buni keyingi videoda ko'rsatib beraman.